Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz ko'pchilik uchun tanish bo'lgan, lekin aslida ko'pchilik bunga qat'iy amal qilib ko'rmagan bir mavzu haqida. Ya'ni siz 30 kun davomida shakar iste'mol qilmasangiz organizmingizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Keling, bugun ushbu mavzuni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bugun sizlarga aytadigan gaplarim sizlarga oddiy tuyulishi mumkin. Hatto bu oddiy narsalarni nima uchun gapiryapti vrach chiqib deb hayron bo'lishingiz mumkin. Lekin aslida bu oddiy narsalarni kun tartibingizga qo'ysangiz yoki bo'lmasa har kuni o'shanga amal qilib borsangiz va muntazam ravishda qat'iy amal qilingan tartib hatto yuqori natijalarga olib kelishi mumkin. Nima haqida gap boryapti? Bugun shu narsani aytib o'tmoqchimanki, shakar organizmimizda qanchalik ko'p vazifalarni bajarishi va uni biz to'xtatib qo'yganimizda organizmimizda qanaqa o'zgarishlar bo'lishi, ushbu jarayonlarni bosqichma-bosqich, ketma-ket gapirib tushuntirib bermoqchiman sizlarga. Bunda o'zimni tajribalarimga tayangan holda, ya'ni o'zimni bemorlarimda ushbu narsani qo'llab ko'rib, endi sizlarga ommaga buni olib chiqmoqchiman. Ya'ni bemorlarimiz yoki bo'lmasam bizga kelgan har qanday ozishga harakat qilib kelayotgan insonlar avvalambor ovqatlanish tartibini betartibligiga, undagi shakar mahsulotlarini, ya'ni shirinliklarni ko'pligiga shikoyat qilishadi. Va gap orasida meni aynan shirinlikka bo'lgan ishtaham bo'g'ib bering deb iltimos qilib kelishadi. Shuning uchun hozir sizga 30 kun davomida shirinlikni umuman iste'mol qilmasangiz, ya'ni shirinlik faqat qand, shakar, asal, novot emas, bu yerda pishiriqlar, turli xildagi ichimliklar, gazli ichimliklar, gazsiz soklar, har xil turdagi limon choylar, kofelarimiz, shularga o'xshash shakar bor bo'lgan tarkibida har qanday mahsulotni 30 kun davomida chegaralab turishni o'rgatib va bu orqali siz normal, sog'lom, anchagina vazn tashlashingiz mumkinligini aytib tushuntirib bermoqchiman. Agar siz sog'lom ozish, metabolizm buzilishi, qandli diabet va shunga o'xshash qiziqarli mavzularda har qanday ma'lumotlar, ishonchli ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Undan tashqari, har bir bosgan laykingiz biz uchun juda ham muhim, chunki kelajakda siz uchun yana ham qiziqarli, yana ham dolzarb bo'lgan mavzularda videolar yasashimizga bizga rag'bat bo'ladi. Endi keling, mavzuga o'tamiz. Mavzuyimiz 30 kun davomida shakar iste'mol qilmaslik ekan. Siz tajriba sifatida shu narsani qo'llab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bunda siz nima qilasiz? 30 kun davomida tarkibida shakar saqlagan har qanday mahsulotlarni chegaralaysiz. Umuman iste'mol qilmaysiz. Ba'zilar aytadiki, "Men shu shakarni umuman olib tashlashim shartmi?" deb so'rashadi. Men aytaman, bu tajriba shunga qurilganki, 30 kun davomida umuman iste'mol qilmasangiz, organizmda qanaqa o'zgarishlar bo'lishini o'zingiz kuzatasiz. O'zingiz uyqungiz, ishtahangiz, yana undan tashqari kayfiyatingiz, vazndagi o'zgarishlarni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rganingizdan keyin avtomatik tarzda bu narsaga qiziqib qolasiz. Shuning uchun ham keling tajriba qilamiz va 30 kun davomida shakar saqlagan har qanday mahsulotdan voz kechamiz. Bular nimalar? Har qanday pechenyelar, shirinliklar, kofe, limon choylar, har qanday sharbatlar, gazli gazsiz ichimliklar, shakar, qand, asal, novot va shunga o'xshash shirinliklar turli xildagi hamma barcha turi. Endi ushbu mahsulotlarni siz 30 kun davomida qabul qilmaganingizda organizmda qanday jarayonlar yuzaga keladi? Keling, buni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich energiya va charchoqlik. Bu bosqichda siz birinchi 5-7 kunlikda organizmda bo'ladigan o'zgarishlarni kuzatasiz. Siz shu paytgacha shakar iste'mol qilib kelayotgan edingiz, endi birdaniga ushbu shakar to'xtatildi. Organizm o'sha kirib kelayotgan shakar mahsulotini kutadi. Ya'ni sizga reaksiya bildiradi. Sizda charchoqlik, kayfiyat tushishi, har xil depressiv holatlar, tez jahl chiqishi, agressivlik kuzatilishi mumkin. Uyqungizni buzilishi ham kuzatilishi mumkin. Lekin siz bunga e'tibor bermang, davom etamiz shakar iste'mol qilmaslikda va ushbu jarayonlar asta-sekin 10-kunga kelib barqarorlashadi. Ya'ni qondagi qand miqdori asta-sekin barqaror bo'lgani hisobiga organizm o'zidagi bor shakarni qoniqishga o'tadi. Chunki siz mevalar, boshqa mahsulotlar orqali kirgizgan glyukozangiz organizm o'z uchun yetarli bo'lishni boshlaydi. Va organizm bunga moslashadi, to'yinganlik hissini his qiladi va sizning barcha holatlaringiz sekin-asta barqarorlashib, ertalab uyqudan yaxshi kayfiyatda uyg'onasiz va o'zingizni ish tartibingizda, kundalik hayotingizda energiyaga boy bo'lib borayotganingizni his qilib borasiz. Ikkinchisi vazn va ishtaha. Vazn va ishtahangiz o'z-o'zidan shakar kirmagandan keyin
me'yorlashib boradi. Ya'ni siz shakarni chegaralash bilan bir qatorda glyukozani kamaytirasiz, insulinni ham bir yo'li kamaytirasiz. Sizda insulin keltirib chiqaradigan holatlar, ya'ni tez qorin ochishi, shirinlikka bo'lgan o'chlik, shirinlikni yaxshi ko'rish, uni ovqat o'rniga ham shirinlik iste'mol qilish va yana aytib o'tamanki, kechasi ovqatdan keyin ozgina shirinlik yemasam qo'ynim joyiga tushmaydi degan bemorlarimizda ushbu insulin miqdori balandligini belgisi edi. Ana endi siz shirinlik iste'mol qilmaganingizdan keyin insulin ham o'z navbatida pasayadi. Bu bizga haligi shikoyatlarni, ya'ni ovqatlar orasida har qanday perikuslarni, ya'ni cho'qilashlarni kamaytirib beradi. Siz ertalab nonushta qildingiz, to peshingi obedgacha hech qanday qorningiz ochmasdan normalniy yurasiz va kechqurungi ovqatgacha ham bemalol yetib borasiz. O'rtadagi cho'qilashlar, doimiy og'izni tinmaslik simptomi deb qo'yamiz buni. Ushbu holat o'z-o'zidan yo'qoladi. Undan tashqari, kechasi bilan xolodilnikni ochib titib chiqadigan do'stlarimiz, sizda insulin baland. Mana bu holat ham o'z-o'zidan bartaraf etiladi. Undan tashqari, insulin tushgandan so'ng o'z-o'zidan qorin atrofida yig'ilgan yog'larimiz eriy boshlaydi va biz asta-sekin vazn yo'qotishni boshlaymiz. Bu sinalgan usul bo'lgani uchun qo'rqmasdan ayta olaman, bemorlarimiz oddiy shakarni chegaralash orqali, to'xtatish orqali hech qanday qat'iy, strogiy diyetalarsiz ham normalniy bir oyda 2-4 kilolab tashlashadi, bemalol qo'rqmasdan. Keyingisi teri va uyqu. Teri va uyqu shakarga albatta bog'liq. Chunki terida har qanday mayda toshmalar, qizarishlar, qichishishlar bu insulin balandligini hamda qonda glyukoza miqdori ortiqchaligini belgisi hisoblanadi. Biz shakarni chegaralaganimizdan so'ng terimizda har qanday toshmalar, qichishishlar o'z-o'zidan yo'qoladi. Teri tiniqlashadi, undagi har qanday qizg'ish dog'lar yo'qoladi va uyqumiz sifati yaxshilanadi. Uyqudan odatda og'ir, bir qanday og'ir ish qilgandek, kechasi bilan ketmon chopgandek uyg'onmasdan, ertalab turganda tetik bo'lib, kechasi yaxshi uxlab, har qanday qo'rqinchli tushlar ko'rmasdan yaxshi kayfiyatda uyg'onamiz. Chunki biz glyukoza miqdorini normal, barqaror ushlab turibmiz. Miyaga ta'siri va kayfiyat. Bu qanday tushuncha? Biz odatda shirinlik iste'mol qilganimizda dopamin ishlab chiqariladi. Bu xursandchilik gormoni, kayfiyat beruvchi gormon hisoblanadi va u qisqa muddatga ishlab chiqariladi. Ushbu holat euforiya chaqiradi, ya'ni sarxushlik chaqirgani uchun odatda stressga tushgan ayollarimiz, erkaklarimiz shirinlik yeyishga o'ch bo'lishadi. Jahlim chiqsa, birovdan bilan urushsam yoki er-xotinlar o'zaro urushsa, o'tirib bitta shokolad yeb olsam, mazza qilib hammasi esimdan chiqib ketadi deyshadi. Bu kerakmi? Bu o'sha paytdagi qisqa muddatli eyforiyani berishi mumkin, lekin organizmingiz uchun to'planib qoladigan yog' oylar davomida, yillar davomida ketqiza olmasligimiz mumkin. Shuning uchun qisqa muddatli lazzatdan voz kechib, biz o'sha stress paytida shakardan emas, alamimizni boshqa narsadan olishga o'rganishimiz kerak. Buni qilsa bo'ladi albatta, chunki siz 30 kun shakarni chegara qilganingizda, ya'ni yemay qo'yganingizda, organizm sizda dopaminni bir me'yorda ishlab chiqarib berib turadi. Dopaminni keskin ko'tarilishlari, tushishlari yuz bermaydi. Shuning uchun ham kayfiyatingiz stabil bo'ladi. Bir xil, sal narsaga buzilib, sal narsaga jahlingiz chiqib yig'layvermaysiz, asabiylashmaysiz. Stabil holatda bo'lganingiz uchun bosiqlik yuzaga keladi. Va siz stress paytlarida, jahlingiz chiqqan paytlarda alamingizni boshqa narsadan olishga o'zingiz o'rganasiz. Qandli diabet va xavf omillari. Agar sizda qandli diabetga moyillik bo'lsa, insulin rezistentlik, oilangizda kimdadir yaqinlaringizda qandli diabet kasalligi bilan og'rigan insonlar bo'lsa, yoki bo'lmasam prediabet holatida bo'lsangiz, siz agar glyukoza miqdorini, ya'ni shakarni 30 kun davomida to'xtatsangiz, chegaralasangiz, sizda o'z-o'zidan yaxshilanish ketadi. Ya'ni insulin miqdori tushadi, vazn kamayadi. Prediabet holatidan biz sog'lom tarafga qadam tashlaymiz. Undan tashqari insulin rezistentlik yo'qolgandan keyin avtomatik tarzda keyingi hayotimizdagi vazn to'plashga bo'lgan ehtiyoj yo'qolib, qaytanga orqaga vazn yo'qotish boshlanadi. Harakatimiz jadallashadi, aktivlashamiz, hayot tartibimiz jadallashadi, aktiv formaga kirasiz va o'z navbatida sizga xavf solib turgan haligi omillardan o'z-o'zidan qutulamiz. Buni qatdan bilsa bo'ladi. Buni odatda vrachlarga murojaat qilsangiz, o'sha vrachlardagi analizlar, qon tahlillarida ko'rishingiz mumkin. Insulin baland bo'lgan bemorlarda insulin miqdori tushadi. Agar prediabet holatdagi bemorlar bo'lsa, ulardagi analiz tahlillari me'yorlashadi va sizdan o'z-o'zidan xavf omillar yo'qoladi. Siz o'zingizni kelajakda kutib turgan kasalliklardan oddiy shakardan qutulish orqali xalos qilasiz. Bu qanday yaxshi!
Odatda mendan so'rashadiki, bemorlarimiz shakari qanaqa qilib tashiyman, birdaniga to'xtataymi doktor deb so'rashadi. Men har doim aytaman, shakarni birdaniga to'xtatish sal qiyinroq, chunki siz har doim shakarni doimiy miqdorda iste'mol qilib kelib turuvdingiz. Har xil ko'rinishda yeb turuvdingiz, birdaniga to'xtatsangiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun etapma-etap bajaramiz bu narsani. Birinchi o'rinda albatta gazli ichimliklardan voz kechamiz. U xoh gazli bo'lsin, xoh gazsiz, turli xildagi ichimliklardan, soklardan voz kechamiz. Keyingi bosqichda bo'lsa, choyimizga, qahvamizga qo'shiladigan har xil turdagi shakar mahsulotlaridan voz kechamiz. Undan keyingina biz 3-bosqichda pechenyelar, pishiriqlar, tortlar, shirinliklar va shunga o'xshash har xil turdagi bizlarni chalg'ituvchi, odatda shakar ichida bormi, yo'qmi deb ikkilantiruvchi mahsulotlardan voz kechamiz. Chunki bularning tarkibidagi normal shakar miqdori, glyukoza miqdori sizni yuqoridagi soklardan, haligi napitklardan yoki bo'lmasam kola, fanta har xil turdagi mahsulotlardan oladigan shakaringizdan ham ko'proq bo'lishi mumkin aslida. Lekin yashirin sifatida sizga u darajada yaqqol shirinlikni bermasligi mumkin. Shuning uchun etapma-etap shakardan voz kechganimizdan keyin endi nima qildik? Uni o'rnini almashtiramiz. Ya'ni o'rniga foydali proteinlar, uglevodlar, foydali yog'lar saqlagan ovqat mahsulotlariga to'yintiramiz. Undan tashqari, shakarni bulardan ola olmayman-ku, men shakardan oladigan haligi shirin narsani qayerdan olaman deb savol berishadi. Odatda aytamanki, mevalarimiz bor, sabzavotlarimiz bor. Mana ularni tarkibidagi saqlagan glyukoza bizning kundalik ehtiyojimiz uchun yetib ortadi. Shuning uchun ham ortiqcha miqdorda biz hech qanaqa glyukozaga boy bo'lgan mahsulotlarni, shirinliklarni ichmasligimiz, yemasligimiz bemalol mumkin. Shuning uchun xulosa o'rnida aytib o'tmoqchiman, biz shakardan butunlay voz kechib taqiqlamaymiz, o'rniga o'rin almashtiramiz va shu orqali natijaga erishamiz. Agar siz 30 kunlik shakar cheklash challengeimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, buni o'zingizga jazo deb qabul qilmang, balki o'zingizga nisbatan hurmat deb qabul qiling va kundalik tuting. Kundalikka albatta ro'yxat yozing. Birinchi navbatda vazn, ishtaha, uyqu, kayfiyat, ushbu ko'rsatkichlarni yozib chiqasiz va yoniga 30 kun davomida sizda qanday o'zgarishlar bo'layotganligini plus hamda minuslar bilan izohlab borasiz. Agar sizga bunday format yoqsa, keyingi videolarimizda sizga yana ham qiziq bo'lishi uchun non mahsulotlari, sut mahsulotlari, donli mahsulotlar haqida ham xuddi shunday to'liq ma'lumotlar berib boramiz. Kanalimizga a'zo bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.